Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunday qo'y chorva ishqibozlar akalar, xudo xolasa. Mana biz yemga qo'ylarimizni tashlashni boshladik. Jonivorlar bu safar yemlashga, boqishga qo'chqor. Boqqani qo'chqor tashladik, xudo xolasa shu haqda sizlarga obzor qilib, qanaqa qo'y tashlash kerak, qo'ldan kelgancha aytib o'tib ketamiz, xudo xolasa. Bu yerda soni 15 dona, mana ko'rib turganlaringdek, hammasi kashtandan 2 dona, biri ko'k, biri sarig'idan. Ko'rib turganlaringdek, hammasi o'sha kashtanidan. Xudo xolasa ularga kelganimizga 2-3 kun bo'ldi. Mana oldin yem o'rgatib olgani, mana bunaqa o'tda qonini chiqargani mana. Bog'ning ichida bo'lyapmiz. Ularni birinchi qonini chiqarib, sekin o'rgatib olishga, shu bilan qo'raga shunday baqqani tashlaymiz jonivorlar. Mana yeb ichishni ko'rib turibsizlar jonivorlar. Hammasi kallani ko'tarmasdan yeyapti. Bitta to'polonchilar bor ekan. To'polonchilik qilib yuribdi jonivorlar. Jonivorlar tikka dumbasi, hammasi tikka dumba. O'zimiz terib olib keldik qo'ylarni. Bular Qirg'izistonda qo'y emas, o'zimizda joylari shak qo'ylardan. Ana akalar, ko'rib turganlaringdek jonivorlar bir-biridan sho'x, qo'chqor bo'lsa sho'x bo'lsin deydi. Jonivorlar hammasi urushib o'rganib oladi, suzishib. Bir xillar qo'chqor suzishaveradi deydi. Bu ham to'g'ri, lekin o'rganib olguncha bir-ikki kun shu dalaga olib chiqib tursalaring, suzishib o'rganib oladi jonivorlar. Bu yerda aytib o'tganimdek, soni 15 dona. Bo'lsa 15 dona sezonga yetadi bizga. Jonivorlar bo'ylari bir 65-70 atrofida. Shu eng balandi bo'lsa 75 mana shu qo'yimiz 75 chiqaradi. Bu xolasa bular bir uzog'i 6 oy, 7 oygacha vaqtlaydi. Kami 4 oy, 5 oyda tayyor bo'ladi-da qo'chqor. So'g'liq bir 3 oy atrofida tayyor bo'ladi. Shu bir 5 oy, 6 oy atrofida baqlaveradi jonivorlar. Shungacha tayyor bo'ladi. Quyga qo'shgani ham, ehsonga ham hammasiga ketaveradi. Ko'rganlaringizdek badanlari ham oriq turg'masin. Orig'ini ham olinmaydi, semizini ham olinmaydi jonivorlar. Hammasi tikka dumbada. Chiroyli masalan. Bunaqasini olib boqsalaring, yemi ham kepak, pishirilgan yem, somonga aralashtirib 2 mahal berib turasiz. Bundan kechqurun endi 6-7 oy tayyor bo'ladi. Jonivorlar hammasi yirik, juda go'zal kashtan svetidan. Xo'p, akalar, mana ko'rib turibsizlar qo'chqorlarni. Shuna qilib sekin yemini 2 mahal beramiz. Ertaman soat 7:00 da yemi tashlanadi. Kechki payt 4-5 atrofida, shu 5larda yemi tashlanadi. Bu yerda bitta suvariq qo'yasizlar. Endi bundan bu yog'iga kunlar ham sovib qoldi. Krandan yo'qosam ariqdan suv olib, vodoroddan suv olib berib bo'lmaydi. Qo'ydi bunni oqib shamollash mumkin. Chunki ozgina ilitib berilaveradi. Suvda o'zi bundan bu yog'i sovuqda suv ham ko'p bo'lmaydi. Xo'p, bularga beradigan yemimiz hozir tayyor emas. Endi biror kun uni vaqt ajratib, uni yemini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yemini aytib o'tib ketaman. Kepakda ozgina namlab turib, pishirilgan yem. Hop, makka bilan bug'doyda pishirilgani somonga aralashtirib berib turiladi 2 mahal. Ertaman kechqurun aytganimdek. Keyin soat 8 da chiqadi. Mana shu dala, mana bog'. Mana shu bog'. Ko'rib turganlaringdek katta bog' mana. Shu bog'da mana shu o't, ajriq. Keyin mana bu mevalarda to'kilgan barglarini yeb, qonini chiqarib, yemga moslashtirib olguncha sheyda 1-2 hafta yurib turadi. Shu bilan qo'raga shunday tashlaymiz. Xudo xolasa jonivorlar shu bilan shu 5 oy, 6 oygacha ichida bo'kadiganlari bo'kib, hammasi sinovdan o'tadi. Yemni
me'yorida ikkitasiga 1 kosa. Shu kosada 1 kosa ikkitasiga berilsa, shu ozgina-ozginadan o'rgatib sekin yemni ko'taradigan bo'lganda, shunda to'liq bittasiga 1 kosadan yo'g'osam 2 kosadan qilib yemni tashlanaveradi. Hop, bu yerda son aytdim 15 dona. Shu 15 donaga yarasha yemni tashlab 15 dona bo'lsa 7,5 kosa tushadi shunda. 7,5 kosa kepak. Shunaqa qilib hammasidan kosa-kosadan bo'lib hisobini olib tashlanaveradi akalar. Qo'ylar sekin kech tushdi. Joyini bilib sekin qo'rasiga kirib ketaveradi. Keyin bu qo'chqorlarni tagi haliga kach bo'lib ketishi mumkin, loyi bo'lib. Chunki ozginadan quritib turiladi. Quruq go'ng bo'lsa, shu quruq go'ngni sochib turiladi. Mana bunaqa dala joyingiz, bog'ingiz bo'lsa, iloji bo'lsa shu bog'da yurib tursa, yemini yegani qo'rasa kirib, suvini ichgani qo'rasa kirib tursa, shunda togi kach bo'lmay, chiroyli zo'r bo'laveradi. Mana akalar, tagi kach bo'lib ketsa, shunaqa dumba tomonlari bo'q bo'lib, xunuga chiqib ketadi qo'ydi. Mana bu qo'ylarga o'xshab akkuratni turmaydi mana jonivorlar. Qorong'i, sal kunimiz kech bo'lib qolganiga qo'ylar zo'r ko'rinmayapti videoga. Ikki dona shu aytganda bitta sariq, bitta ko'kshidan bor. Yuzlariga ham e'tibor beramiz. Qo'ylarni olishda iloji boricha yuziga, dumbasiga e'tibor bersalaring, tikka osilib ketmagan tikka dumbasi olsalaring, qo'y har qancha katta bo'lib semirsa ham dumbasi osilib, yerga osilib ketmaydi. Chiroyli turaveradi mana bu. Yuzlari ham tiniq. Bir xil qo'ylarda yuzida ham jun bosib, jun chiqib ketganlari bo'ladi yuzida. Ular o'sha jaydari sifat katta bo'lganda ham shu xunuga chiqib ketmaydigan qo'y bo'lish uchun. Yuz shunaqalardan olsalaring, quloqlari ham ortiqcha kalta emas mana. Jonivor qulog'i ham uzun. Ko'piniki shunaqa. Karbonoslari ham kelishgan, oyoq qo'llari tikka. Iloji boricha ham ozginadan berib doktor qo'ymasdan sho'xlikni boshladi mana shu ikkovi. Ay jonivorlar shunaqa bo'lgan bo'ladi. Obunachilar yo'qolsam biz ham qo'ylarni olib kirib yemini beraylik. Bugunga qo'ldan kelgancha videomiz shu edi. Kanalga obuna bo'lib, laykni bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bu qo'ylarimiz 5 oy. Uzog'i 6-7 oyda sotuvga chiqadi, xudo xolasa. Shunda ham bir video obzor qilib sizlarga ko'rsatamiz. Sotuvga chiqqanda ham, sotishni boshlaganimizda ham video qilib, endi shu kanalga tashlab qo'yamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kimga shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, sotiladiganlari ham bor. Sovliq, bo'g'oz sovliqlar ham bor, sotiladiganlari. Shular mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.